ko'p odamlar agar Garvard, Kembridjda o'qisam, hayotim o'zgarib ketadi yoki farzandim o'qisa, hayoti o'zgarib ketadi deb o'ylaydi. Aslida esa o'sha Kembridj, Garvardni shu darajaga miqyosga yetishda ularni tizimi, disiplinasi, o'qituvchilarni tafakkuri, har xil davlatlardan professorlarni yiqqanligi va umuman shu proyekt, ya'ni o'qituvchi keldi yoki professorga yoki kurs ochildi, shu qanchalik o'quvchilarga ma'qul bo'lyapti, shuni tekshirish ushlangani uchun, ya'ni tizim, kuchli tizim bo'lgani uchun bu Garvardlarning nomlari siz va mengacha yetib kelgan. Va ular ham o'ziga o'xshagan tizimli insonlarni yaxshi ko'rishadi. Katta imtihonlar qilishadi va faqatgina bir marta imtihon qilib bo'lmaydi va butun akademik yil davomida, hayoti davomida shu imtihonlardan olib o'tadi. Demak, agar siz Garvard va Kembridjda o'qimoqchi bo'lsangiz, albatta intizomga o'rganing, rejalashtirishga o'rganing va maqsad qo'yishga.